Endi bu gapning qiziqarli yeri bor. 8-ayning 4-kunisi Uyg'uriston ozodlik tashkilotiga va shuningdek 4 nafar kishiga qarshi to'plangan imzoning ichida biz qayta surishti qildik. Bu imzoniki egillarini bir-birlab ko'rib chiqdik. Munosabatlarga doira nurg'unlagan narsaga qiziqdik. Bularning ichida vatanga berib kelganlarni xeli bor ekan. Mish-mish paranga qaraganda qiziq yeri shuki, 2008-yil 1-oyda Anchantingdan vazifa topshirib chiqib, mavjud reisni o'rib etib, uning qarshisidagi kandidatni reis qilishga va uning yerida turib, Anchanting uchun xizmat ishlashga vazifa topshirib olgan kishimi imzo qo'yganmish. Biz xeli aniqladik, 71% muqimlanib qoldi. Mish-mish gapligiga qaraganda, u kishi shu chog'dagi saylamdan boshlab ta hozirgacha mavjud reisning atrofida do'st tortishib yurganmish. Dernakliga kelib, ishxonaga kelib ketib, quyuq yurganmish. Vatanga berib, vatandan kelib, hatto butun savdogarlar Xitoydan sirtqi mal chiqarib olsa, u kishining o'zi Yevropadan vatanning ichiga mal kirgizib, tijorat qilish plani borligini o'tirib qo'yib yurgan ekan. Acaba Anchanting uni surishti qilmaganmidi? Biz topshirgan vazifani sen jon diling bilan maxfiy o'rindamay chiqqan petim oshkorlayapting. Oshkorlagandan keyin biz dushman tutgan, biz qarshi turgan odamning o'zi texim kuchlanib, u yerda ustunlikni egallab ketdi. Sen bunga qanday rol o'yinding bu ishda deb uni javobgarlik topmaganmidi? Yoki Anchanting unutib qolganmidi u kishiga topshirgan vazifasini? Bu ishlarning xulosasini kim chiqardi qarindoshlar? O'g'rin tutsang mayli bilan tut degan gap bor. Ya'ni isbot, bir kimni o'g'ir demak uchun qo'lda isbot bo'lishi kerak. Ya uning malni o'g'irlab ketayotgan chog'da ko'rgan guvochi bo'lishi kerak, yoki bo'lmaydi, u maldan jipchi bo'lishi kerak. Mana bu jipchi. Bu mal Anchantingchilarning ustidan dilo turg'ishi kerak. Qo'limizda isbot bor. Bu bunda tashkil ketgan narsa emas. Biz bundan burungi suhbatlarimizda bir qancha qatim aytdik. Bizning qo'limizdan vatanni ozod qilish asosi kelmaydi. Bizda kuch yo'q. Ammo vatanni ozod qilish yo'liga to'sqinlik qilayotgan bir turkum buzuqlarni kelib chiqishini va qilayotgan ish izlarini ta'qib qilaligidek, bayqab, jip uchiga erishgidek bizda kuch bor. Biz uni qila olamiz ham fosh qila olamiz. Bizning qo'limizda yetarlik bo'lmasimi, yetarlik dalil isbot bo'lmasimi, jip uchi bor. Agar men o'zimning qarshisida birsini yiqitmoqchi bo'lgan bo'lsam, mayli o'ch adovat bilan bo'lsin, mayli siyosiy g'araz bilan bo'lsin, qarshimdagi birsini yiqitmoqchi bo'lsam, men buningdek 4 kalvaliqcha ish qilmagan bo'lardim. Uyg'ur millatini yetaklamak oson. Uyg'ur millati 5 kun tushgan millat, kattaqqan millat, ijtimoiga o'xshaydi. 5-silsilimiz u ketaverdi. Ko'ngil ranjitib qo'yib, aqidin bir piyola qiziq choy tutsimiz, apu qildigan apuchan millat. Buni yetaklab na'nalarga epidalaysiz. Uyg'ur millatini ahmoq qilish uchun, Uyg'ur millatini ko'ldiritish uchun sizda beh yuqori aql bo'lmasimi, uni qilib ketalaysiz. Ammo millatimizning qarshisidagi dushmanni o'nchilik qoldingiz bilan siz
yengip çıkamaysiz. Sizdeki bakalla, sizdeki iktidar, sizdeki düşençi seviye fakat muşu biçare milletini kıldırlap kılıp ahmaklık kılıp. Eğer sizde siyasi kalla bolgan bolsa, 5 yıl avval Emkentingden vazife elip çıkıp sizge yetkizgen o adamın imzasını bizge karşı kullanmagan bolardınız. Sizde siyasi kalla bolgan bolsa, Golcu bilen Münchin'in arasını, Golcu bilen Ürümçi'nin arasını, Münchin bilen Beijing'in arasını, Münchin bilen Ürümçi'nin arasını, Koğulluğunun çönü gidek menip, ticaret kılıvatkan, barikeldi kılıvatkan adamların imzasını bizge karşı kullanmaydınız. Dikkat kıldınız. Kılan işiniz sağlam bulmusu mu? Özümüzün sağlam göğüs üçün, bizning aldığımızda jip uçuğu ilinip kalmasızlığınız üçün siz dikkat kılan bulattınız. Sizde onda talı yok. Sizde biçare azullahını idare kılarak, azullahını advokatlar arkalık, kekedigi arkalık, başkurup idare kılıp, azullahının aile davabatlarındaki kısmen acizlikten faydalanıp idare kılıp ulanı hukup başkuruş kulunuzun kildi ki, ama kallı bilen siz bu milletin yedeklep gidemeysiz. Sizdeki kallar o milletin yedekleşi yaramaydı. Milletin yedekleydiğinde Xitayga qandaq taqabul turalisa, içki vaziyatni qandaq idora qilalisa, yo'l tep chiqalaydigan biladigan qanday kerak. Qilgan ishimiz shu. Uzun yillik tarixiy stajimizning natijalari qadamda bir qadam qo'ng'izning qo'ng'iroqdek to'ldirilib chiqib tursa-mu, siz uni ço'pqatlaringizdan, ülfatlaringizdan, shoykalaringizdan yo'shirib kelyapsizki, ammo doim qadamdagi mushundoq cho'g'ilib chiqib turadi. Mana qo'limizda isbot bor. Emkentingchilar ustidan dilo turg'izgudek qo'limizda yetarli isbot bor. Emkentingchilarning ustidan da'vo ochgudek qo'limizda isbot bor. Bu qatimki suhbatda ba'zilarning ismini oshkorlamayman. Ama bundaq məxfi ketivermeydi. Bola özünü bilmezden her türlü yolluğu baş urup, bizni yok tutuş üçün, bizni yıqıtış üçün, bizning ağzımızını tuvaklaş üçün her türlü tüşüşlərə baş uruvatıdı. Ama ola netice erişemeydi. Olanın neticeye erişme vakti ötüp getdi. Ola karşısı da Kur'an taşqı doğru geldi. Ola bu taşqa putlaşsa jıqılıb düşüp beşi yerildi. Bu taşdan atlap ötüp gitemeydi. Olanın yolu menzili yıkılışıp kaldı. Hörmətli qarindaşlar, diqqət qılaylı. Rəhbərlər, həqqasi rəhbərlər, diqqət qılaylı. Xalqimizni özünlərini qollavatqan qolluqçularını, muxlislarını, fidakarlarını, öz xalqını türlü taktik bilen kuldurlatmalı. Bulup mu en yakın qolluqçularını kuldurlatmalı. Bir işini qilman degan kensizlar, onun hüddüsün chiqish qitirishinglar. Agar hüddüsün chiqanmagan ish bo'lsa, men buni qilyapman deb yakın qolluqçularga taktik ishlatmalı. Xuddi bunda candan to'ydim, o'lib olman deb ağamchini ko'tarib, jangallikka ketib, bir vaqt o'tinni ko'tarib chiqqan o'tinchiga o'xshab qolmasin sizning obrazinglar. Sog'lom bo'linglar, aqlli bo'linglar, aqlinglar yetmagan yerda aqlli kishilardan, sog'lom kishilardan maslahat so'ranglar, maslahatni, taklifni samimiy qabul qilib, ishni natija tarafga yetaklatmanglar. Daim bir qadam oldiga, 5 qadam keyniga dajimanglar. Davarimiz sizlardan bizni eshib qoladi. Bu dava uzun dava. Ama yo'lga tikan termanglar, yo'lga azgal qo'ymanglar. Bu yo'l dağdam yo'lki, texmi dağdam bo'lsin. Sizlarning qo'linglar bilan agir to'qayliqqa, chig'ir yo'lga aylanib qolmasin.
Bolupmu vatan davasıga cennet peyda qılıp yetpagan muhim kişilerimiz degan her bir sözüge dikkat qilish kerak. Qo'lluqchilarga bergan va'dalarga, qo'lluqchilarning oldida degan cho'ng so'zlarga o'zi ega bo'lib, jonmi eg'izdan chiqadi, imonmi eg'izdan chiqadi, gapmi eg'izdan chiqadi. Shu eg'izni sog'lom, pokiz tutayli. Unda oddiy bir kamaga o'xshab qolmasin, chiqqan gapimizga ega bo'layli. Degan gapimizning aqlida turayli. Xalqni ushshaq-tushshaq ishga qaymoqtirib, ko'ldirlatib, kundalik siyosatga qurban qilyotmaydi. Bizda strategiya bo'lsin. Bir yillik strategiya bo'lib baqsin. Rahbarlar, sizlarda bir yillik strategiya bir yillik olmaydi. O qudratli davlatlar 500 yillik, 200 yillik tuzilgan, ojiz millatlarning 50 yillik strategiyalar bor ekan. Bizda bir yillik bir strategiya bo'lib baqsin. Bir yıllık rahbarlar insaf qilinglar. Bugun deydiganim shunchalik, keyingi qitimda yana bir oz tafsili texmo mas'uliyatchilari ko'rishib qolamiz. Ko'ngil bilib diqqat qilganlarga rahmat. Allohga emanet.